Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Toshkent Abu Saxiy bozoridan ayol-qiz obunachilarimiz uchun shunaqa har xil turdagi optim bo'lgan mashinkalarni obzori kelganmiz. Videomizni oxirigacha tomosha qilsangiz, bularning qanaqa turlari bor, narxlari necha pul va dastavka xizmatlari bormi yo'qmi aytib o'tamiz. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Keyingi obzorimiz nima bo'lishini xohlaysiz, yozib keting. Hurmatli obunachilar, optim mashinkalar bo'yicha sotuvchi akamiz Shukrullo akadan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Rahmat. Aka, sizda necha xil turdagi mashinkalar bor? Xo'p, bizda mashinkalarning turi ko'p. Bular hammasi Xitoy mahsuloti, firmalari ko'p. Hop, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz, hozir qo'ldan kelgancha. Hozir qaysidan boshlaymiz endi aka? Xo'p, endi to'richoq, eng hadovoy to'richoq hisoblanadi. Mana misol Jack deysizmi, Bruce deysizmi, Precious, Joy firmalar ko'p. To'richoqlar eng hadovoy birinchi qadam hisoblanadi. Uyda ishlatishga ham, misol fabrika ochishga ham birinchi o'rinda to'richoq kerak bo'ladi. Bular narxi har xil. Mana shu jeklarni ko'p talab kuchli-da baribir aka. Ha, brend bo'lgan firmalar, kачествоsi ham yaxshi. Jeklarni boshlang'ich narxlari necha puldan chiqadi? Xo'p, jeklar hozirgi paytda 4 milliondan boshlanadi. Har xil modellarga qarab, oddiysi bor, pol avtomati bor, mana bu yerda avtomat modellari bor. Bu yoqlar avtomat, shunaqami? Qulayligiga qarab narxi o'zgaradi. Ha, qulayligiga qarab. Ha, aksiyalariga qarab, shunaqami aka? Xuddi shunaqa. O'z aslida bu yerda borlari ham, misol bu yerda yo'llarini ham hisoblab aytadigan bo'lsak, 2,5 milliondan boshlanadi, to'rchoqlar 4 milliongacha. Yana pol avtomati bor. Pol avtomat deyilganda ipini o'zi uzib tayyor chiska qilib beradiganlar bor. Xo'p, pol avtomatlar sal qimmatroq bo'ladi. Tushunarli. Keyin avtomatlari bor. Avtomatlar o'zi lapkani ham o'zi ko'taradigan bo'ladi. Mana bu qator hammasi avtomat hisoblanadi. Mana shu pastdagilarmi yo mana shumi? Mana 4 ta model avtomat. Endi bular lapkani ham o'zi ko'tarib, zakrepkani ham o'zi berib, chiskasini ham o'zi qiladi. Tushunarli. Bular undan-da qimmatroq. Xuddi bizani mashina haydaydigan mashinada tushuntirsak, birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyada gap bo'ladi. Tushunarli. Bularni endi ayollar yaxshi tushunadi. To'g'ri. Tushunadi. Sizdan fabrikaga, misol uchun ishlab chiqaruvchilar ham oladimi aka? Albatta, aslan viloyatlarimizga, fabrikalarga pochta qilib, o'zimiz olib berib ham dastavka ham qilib beramiz. Shahar ichida o'zi umuman olganda sexlar ham ko'p, dastavka, ustonovka xizmatimizda besplatniy. Dona bo'ladimi, optim bo'ladimi? Tushunarli. Shunaqa. Sexlarga qaysi mashinkani tavsiya qilasiz hozir aka? Xo'p, sexlarga yaxshi firmalar ko'p. Ularni bitta-bitta sanab o'tadigan bo'lsak, mana Jack bor, yaxshi firma, Bruce bor, yaxshi firma, Precious bor. Endi bular men aytib o'tayotganlarim sinovdan o'tgan eskidan bor firmalar, servislari bor, ishonchli firmalar. Shunaqa. Mana Joy firmasi bor. Biz o'zimizni hurmat qilamiz bu firmani, chunki bu yerda kачествоdan ham burun narxi ham realniy bo'lgani uchun. Ikkalovi baribir rol o'ynaydi bu yerda, ham narxi, ham sifati. O'zini narxini oqlaydi, shunaqami? Narxini, mana Averlolari bor, Averlo qatorlarimizda narxiga arziydigan firmalar, xudo xolisa, kачествоsi ham zo'r. Keyin aka, Bruce'larni ham ko'pchilik nima qiladi? Bruce zo'r firma, chunki оборотлari baland. Mana Jackda, Bruce'da, mana Joy'da 4 ming oborot bo'lgani uchun ham eskidan bor ishonchli firma bo'lgani uchun ham bular ham hali ham o'zini klienti ko'p. Bular narxlari necha pul endi? Xo'p, bularni hozir 3 million 600 sotyapmiz. Buni ham oddiysi, pol avtomat modellari ham bor. Hozir vitrinada yo'q edi. Averlolari ham, hamma narsasi bor bu firmada. 3 million 600 mingdan boshlanadi endi boshlang'ich narxi. Shunaqa, oddiysi 3 million 600. Tushunarli. Endi hozir to'g'richoq yoki endi qanaqalar bor misol uchun? To'g'richoqdan keyingi qadam Averlo hisoblanadi. Mana bular hammasi Averlo. Bular to'ripli bo'ladi. Hozirgi bozor talabi to'ripli Averlo bo'ladi. Bularning ham narxi har xil. 3 million 200 dan boshlanib 5 million 600 gacha boradi oddiylari. Bularda ham xuddi shunaqa. Misol oddiysi bo'ladi, pol avtomati bo'ladi, avtomati bo'ladi. Mana bular avtomat modellar. Mana shular. Bular уже chiska ham qilib beradi, tayyor qilib. Lapkani ham o'zi ko'taradigan bo'ladi. Qulayligi bor. Narxi ham shunga yarasha. Jackda nimasi bormi? Averlogi bormi? Mana Jack Averlos eng hadovoy mana shu Y4S modeli bo'ladi. Eng hadovoy, eng ko'p so'raligani. Bu shunda originalda shunaqami? 100% original. Bular sifatli, mana sertifikatlari bilan bor bizda mana. Ko'pchilik anaqalar chiqib ketdi-yu, qad originallari. Hamma sertifikati bilan sotiladi. Faqat og'izda emas, mana sizlarga joy. Albatta. Po faktimi ko'rsatib beriladi hammasi. Bularni boshlang'ich narxlari necha pul chiqadi dedingiz aka? Xo'p, Averlo 3 million 200 dan boshlanadi, 5 million 600 gacha. 5 million 600. Mana Jack'ga necha pul chiqadi? Xo'p, hozirgi paytda 5 million 600 sotyapmiz, dastavka ustonovka qilib beramiz shahar ichida. Endi dastavkasini ham bitta aytib o'taylik. Hozir joylashuvimiz Toshkent Abu Saxiy bozori. Joyimiz Abu Saxiyda, do'konimiz.
Hop, H74-magazin shahar ichida dastlabki ustanovkani besplatniy qilib beramiz. Bir Agar- dona olsa ham yoki Bir dona olsa ham, kalista bo'lsa ham farqi yo'q. qo'yib. Qilib beriladi. Viloyatlarga bo'lsa-chi? Hop, viloyatlarga aslan kelishilgan holda o'zi umuman olganda viloyatga bo'ladigan bo'lsa, o'zi olib ketadigan odamlar ham kelishadi. Ularga narxini eng minimalniy narxda qilib beramiz. Bitta olishsa ham, ikkita olishsa ham, imkon qadar yo'l kira puli, olib borib yig'dirib olish pulini misol ularga imkon qadar o'tib beramiz. Yengillashtirib. Og'ir bo'lmasligi uchun. Agar yo'q bizga ko'proq bo'ladi, olib borib yig'ib bergin desa ham o'zimiz ham viloyatlarga ham boraveramiz, farqi yo'q. Sizdan eng kami nechta olsa viloyatlarga tekin dasturga qilib berasiz aka? Bitta olishsa ham, o'pishib olgan Viloyatlarga. tekinda olsizmi? Viloyatlarga. Viloyatlarga endi joyiga qarab, misol bu yoqdan Jizzaxgacha boramiz bemalol. Bexijolat boramiz yo'lagacha. Hop, bu yoq tarafdan shu tog' tomonlargacha, voha tarafdan Angrenlargacha bemalol boraveramiz. Bittaga ham o'sha narx qilib beramiz. Endi uzoqlashsa endi u yoqqa kelishilgan holda bo'ladi. Shunaqa. U yog'i telefonlashganda. Shunaqa. Endi bizning kanalimizda tadbirkorlar ham ko'pda aka. Bulardan bitta emas, 5 ta, 10 ta olish mumkin-da. O'shalarning hisobini aytyapman endi. Bo'ldi. Endi aka, bu yoqda budjetli variantlar, misol uchun uyda ishlatiladigan, uy sharoitida. Damashnilarni ham kalistasi ko'p bizda, xudo xolasa. Eng hadoylarni aytib o'taylik, qaysilari? Hop, eng hadovoy o'zi firmani o'zi hadovoy hisoblanadi. Bu Janome firmasi, bu firmasi yapon, sborkasi Tailand, original narsa. 1 yil kafolati bor. Hop, bu yerda eng kamida 15 xil funksiyali bo'ladi, 30 xil funksiyagacha bor. Narxini o'zgarishi funksiyasiga, qulayliklariga qarab narxi o'zgaradi. Hozir qaysini birini narxini aytasiz bizga? Hop, bu yerda mana qator 1,5 milliondan boshlanadigan modellar. Mana shu eng jaydari modellar hisoblanadi, eng ko'p sotiladigan. Mana qator ham, mana 3-chisigacha mana 1,5 millionlik modellar. Mana shungacha. Ha, u yoq ko'tarilib ketaveradi. 1 million 800, 1 million 900, 1 million 600. Hop, mana 3 millionlik, 3,5 millionlik modellar bor. Mana modellar ham 1 million 800. Eng qimmat 3,5 million ekanda, siz shunaqami? Bu yerda bori shunaqa. Mana ham komfort modellar hisoblanadi. 2 million 100, 2,5 million, 2 million 800 gacha boradi. Bular endi funksiyasi ko'p, qulayligi ham ko'proq bo'ladigan narsalar. Xolosiz mana bu yerda hop, Zinger firmalari bor. Bu firma ham original, nemetskiy brend bo'ladi, Vyetnam sborka bo'ladi, original hisoblanadi. Tushunarli. Hop, bularni 1 million 700 dan 2,5 milliongacha modeli bor. Tushunarli. Bularga garantiya beriladi. Shunaqami? Albatta. Qancha? Hop, Damashq mashinkalarning garantiyasi 1 yil. 1 yil. Bu mashinkalargacha. Hop, bularga firmasiga qarab, yangi chiqqan brendlar hozir 2 yil berilyapti. Eskidan bor, ishonchli firmalarning hammasini 3 yil bo'ladi. 3 yil. Endi 3 yil shu motoriga beriladi, shunaqami aka? Glavniy narsasiga 3 yil motori bilan kompyuterga beriladi. Endi ish davomida biz 1 oy vaqt beramiz o'zimiz do'kondan. Ishlatib tekshirib olish uchun baribir texnika. Endi 99% muammo bo'lmaydi-ku. Muammo bo'lib qolsa ham biz 1 oy ichida alishtirib berish uchun 1 oy vaqt beramiz do'kondan. U realniy garantiya hisoblanadi. Shukurlarga sizdan viloyatlardan olib sotishmoqchi bo'lsa qanaqa yechim bor? Xo'p, viloyatlardan olib sotar klientlarimiz bor, ishlaymiz haligacha, xudo xolasa. Ular endi o'zimizga aloqaga chiqsa, ularga biz budjetni, sredniy hamma variantlarni damnilari bilan qilib beramiz. Optimga ishlaydiganlarga baribir narxini optim narxda qilib beriladi. Nisbatan arzonroq bo'ladi. Albatta, bemalol tirikchilik qilishsa bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol. Aka, sizdan endi mashinkalar bo'yicha ham tadbirkorlik qilsa bo'ladi. Keyin bu yoqda yana qanaqa variantlar? Mana rashmalarni ham tadbirkor oladi, shunaqami? Bu Averlo'dan keyingi qadam hisoblanadi. To'g'richoq, Averlo, rashma bu 3-qadam hisoblanadi. Bu aslan futbolkalarni yengiga, etagiga, bo'ynlariga tikiladigan joylarni ishlatiladigan bo'ladi. Bu ikki qanaqa farqlar hozir? Bu bir xil narsa, firmasida farq qiladi. Hamma firmaniki bor. Endi bu 3-qadam bo'lgani uchun, misol to'g'richoqdan 4 ta kerak bo'lsa, Averlo'dan 2 ta kerak bo'lsa, bundan bitta kerak bo'lgani uchun assortiment kamroq qo'yilgan. Atakda olib berasiz bemalol. Albatta, hamma firmaniki bor. Hop, bularning narxi har xil. 6 milliondan boshlanib tepaga qarab ketaveradi. Oddiy rashma, beka rashma, dvovodon hammasidan bor. Mana shu joyi fermasiniki necha pulga tushadi xonadon egasiga? Hop, hozirgi paytda mana mashina hop $570 sotamiz. Mana bu Bote firmamiz bor, bu ham yaxshi firma. $500 sotamiz. Yana kelishtirib chiroyli narx qilib beramiz, xudo xolasa. Hop, bu yerda dazmollar bor. Ish davomida birinchi kerak bo'ladigan bachokli dazmollar, professionallari bor. Hop, mana bunaqa bichu apparatlari bor har xil razmerda. Xudo xolasa hamma kerak bo'ladigan narsalarimiz bor. Mana bu yerda Damashq Averlo'lar bor, uyda ishlataman deganlar uchun.
Hop, и mana bu yoqda vishkalar bor. Vishkalar ham bu bitovoy hisoblanadi. Professionallari ham bor. Ularni katalogda ko'rsatib beramiz. Chiroyli. Qo'y. Mana sizlarga arzon joydan. Aka, endi sizda bularga kerak bo'ladigan aksessuarlarni bemalol topishlarim bor. Ha, zapchastlar ham bor. Muammo emas. Ha, eng kerak bo'ladigan ish davomida hadoy zapchastlar bor. Moy, poy, hamma narsalari bor. Dazmollarimiz ham mana. Aka, bitta tashqarida bitta nima ko'rdim. Mahsulotingizni. Bu nima qilib beradi? Hop, bu press 40-60 razmerda press deyiladi. Futbolkalarga rasmlar, toshlar yopishtiradigan dazmol hisoblanadi bu ham. Bunga nimalar qo'shib olish kerak? Hop, bunga buni o'zini tayyor mahsulotlari bor, yopishtiradigan, ularni zakazga chiqarishadi. Tayyorini ham olishsa bo'ladi, bozorda bor. Uni joylarini ham aytamiz. Yo'q, o'zi umuman bunga misol uchun overlock yoki mashinka kerak emasmi demoqchiman? Yo'q, bu tayyor bitgan narsaga rasm yoki toshlarni chiroyli qilib yopishtirib berish uchun ishlatiladi. Bitta shuni olib turib tadbirkorlikni boshlasa bo'lar ekan. Bemalol, usluga qilib qo'ysa ham bo'ladi. Qo'y. Bemalol tirchilik qilsa bo'ladi. Necha pul narxi? Hop, bu $250, 40-60 razmeri. Buni kichkinasi ham bor, 40-40, 40-80 kattalashib ketaveradi. $250 ga bemalol tadbirkorligingizni boshlasangiz bo'ladi. Bu apparat nimada aka? Hop, bu endi katta sexlarga ikkita dazmolga ishlaydigan paragenerator bu. Ikkita dazmolga ishlab beradi. To'xtamay ishlaydigan sexlarimizga zo'r bu. Effekti, двойной effekt beradi. Qo'yingki, tadbirkorlik qilaman siz, mashinka bo'yicha bemalol akamizga aloqaga chiqarasizlar. Akamiz telefon raqamlari pastda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.